Kim Oshura kuni 70 marta Hasbiyallohu va ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir ni aytsa 70 marta, Alloh taolo ana o'sha yili unga o'zi yomonlardan kifoya qiladi. Jumla yomonlikdan kifoya qiladi. Bu mashoyixlarimizning tajribalaridan kelib chiqqan narsa. 70 marotaba Hasbiyallohu va ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir kalimalarni, duolarni, zikrlarni aytsak, Alloh taolo yil davomida bizga kelishi mumkin bo'lgan yomonliklarga o'zi kifoya qilar ekan. Ya'ni boshimizdan yomonliklarni Alloh taolo aritadi. Bu tajriba qilinishga eng loyiq amallardan biri. Albatta bu zikrlarni, bu kalimalarni qancha aytsa odam manfaat topadi. Lekin aynan bu kunga xoslab 70 marotaba o'qib ko'ringchi, Parvardigor olamning jumla yomonliklardan bizga o'zi kifoya qilishligi, ya'ni o'zi saqlashligi va'dasi albatta hammamizni xursand qiladi.